Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz kanal obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun shahrimizda yashirilib tayyor bo'lgan alyumin hamda plastmassa deraza va eshik romlari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, videomiz juda ham kerakli bo'ladigan o'tamiz. Chunki deganda 2025-yilda eshik va romlar qanday narxlarda yasalayotgani va qaysi fasonlar va qaysi ranglar o'z bo'lganini hozir yaqin 5 daqiqada sizlarga qisqacha ma'lumotni berib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumanida. Demak, boshladik azizlar. Deraza romlarimiz ko'rishingiz mumkin. Asosan hozir 2025 da derazalarni plastmassadan yasab beryapmiz. Aqua Plus 6000 seriya quattro profildan tayyorlangan plastik romlarimiz balandligi 1.60 ga, eniga 1.40 standart deraza romimiz. Sveti dupmokka svetilar, to'q shkolatli. Fasoniga to'xtaladigan bo'lsak, juda ham hozir ommabop bo'lgan 2025 dan trend bo'lgan fason. 4 ko'z fason hisoblanadi. Tepa qismi bo'linmagan va past qismi 3 ga bo'lingan. O'rtada ochilish tushirib berganmiz. Oynalar esa o'ziga biriga bir tushish uchun yodoy paket oynalardan tayyorlangan. Ikki xil, ichkari tomoni oq, tashqari tomoniga yodoy oynasini joylashtirib berganmiz. Xo'sh, razmerlarini aytib o'tganimizdek, bularimiz 1 metr kvadrat azizlar 1 million so'mdan chiqyapti. Zakazlarida bemalol olib ko'ringlar, chiroyli qilib yasab beramiz. Davom etamiz. Bu tomonimizda alyumin balkon eshiklarimiz. Eshiklarimiz hozir почти 100% ga balkon profilidan tayyorlanyapti. Chunki deganda обычный profilga nisbatan 11lik balkon profil tashlamasligiga, ko'p xizmat qilishiga har jihada unga nisbatan anchagina yaxshigan. Bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Akfan o'zining oshxona ketlarini qo'yib beryapmiz va 5 tadan qo'yib beryapmiz. Tepa qismiga 3 ta, past qismiga 2 ta. Naq 10 ta akfani o'zining oshxona ketlar va katta ruchka va rolik xizmatlardan qo'yib beryapmiz. Yengillar, masalan, yosh bolalar qiynalmasdan olib yashadi. Bularimiz razmeri standart, masalan 1.30 ga 240 razmerdagi eshiklarimiz 2 tabaqali. 1 metr kvadrat azizlar, olib borib o'rnatib berish ish haqida hammasi ichida komplet 1 million 500 ming so'mdan chiqadi. Zakazda bemalol masalan qo'shni Qashqadaryo, Jizzax, Surxondaryo, Navoiy viloyatlariga ham dastavkalarni chiroyli qilib chiqarib beryapmiz. Aloqa qilib qo'ying akalar. Mana chiroyli eshiklar kerak bo'lsa, bemalol yasab beramiz. Davom etamiz. Xuddi shuni svetida azizlar Aqua Plus 6000 seriya Mokrasfalt antrasit deyiladi. Hozirda juda ham urf bo'lgan svetda azizlar. Mana yaqindan ko'rishingiz mumkin. Romlarimiz tayyorlangan. Bular ham xuddi shunday turkus fasonda yasalgan. Juda ham chiroyli fason azizlar. Ochilishlari Dubayni открою qo'yishilgan. Bular azizlar ko'pchilik noto'g'ri tushunishadi. Yana ma'lum ta'sir berib ketamiz azizlar. Masalan, kvadrat aytganimizda 1 million ichiga bu derazaning o'zini kvadrati hisoblanadi. Bularga azizlar masalan Dubayni открою qo'shtirishingiz mumkin zakaz bilan. Pashsha setga qo'shtirishingiz mumkin. Ya bo'lsam tagiga podagonlik qo'shtirishingiz mumkin. Ular kvadratdan tashqari hisob-kitob qilinadi. Shularga e'tibor qilishingizni so'raymiz. Biroq klientlarimiz sal shu mo'jizalar ro'y beryapti. Buni orqa tomonida ham azizlar mana bir tabaqali va ikki tabaqali hammasi azizlar balkon profildan tayyorlangan. Svet avtorasid hamda dupmokka svetlardan. Davom etamiz. Razmeriga loyiq fason tanlab berib ketaveramiz. Sal insizroq romlarimizga mana bunday T fasondagi romlarimiz tavsiya beramiz. Balandligi 180 ga, eniga 120 lik deraza romlarimiz juda ham chiroyli svet va chiroyli fason tavsiya bergan. Tepa qismi bitta, past qismi ikkita va bitta ochilishi. Ochilishi ham Dubayni откроенda saqlangan. Buni orqa tomonida esa 180 ga 150 lik razmerli deraza romlarimizdan xuddi mana bunday to'rt ko'z fasonda tayyorlangan. Aqua Plus 6000 seriya chista o'zi ishlariga azizlar mana orqa tomonidan ko'rishingiz mumkin. Samorizlar qotirib chiqarilgan. Hamma joyida metall solingan. O'zini Aqua'ni birlik metallini solib beryapmiz azizlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hamma joyda, masalan, kerakli joyga solib qo'ygan joyga solmaymiz degan gap yo'q. Xohlagan joylarga masalan tekshirib olmoqchi bo'lganlar samariz urib ko'rishingiz mumkin. Ochishda iloji yo'q, chunki deganda ochishda masalan romkan bitta yana qaytib berish muammo bo'ladi. Davom etamiz. Orqa tomonimizda azizlar yana teraskalarimiz hamda doblet eshiklarimiz bor. Mana bu ko'rsatilgan doblet teraskamiz alyumin dupmokka svetida tayyorlangan. Bular ham hozir juda ham urfda azizlar. Ayniqsa mana shu dupmokka svetidagi eshik derazalarimiz svetiga e'tibor qilishingizni so'rayman. Juda ham chiroyli svet, dupmokka to'q shkolatli. Xo'sh, doblet teraskamiz 2 tabaqali standart eshik va 2 yonboshda 2 ta qo'lchaliga tushgan. Bularimiz ham kvadrat azizlar, masalan, bular обычный profildan tayyorlangan. Agar zakaz bo'lsa, buni ham xuddi shunday balkon sevimli profillardan qilib beramiz. Razmerlar 120 ga 240, yonboshda
ikkita 50 dan biri 60 qo'lcha tushirilgan. Davom etamiz. Bu tomonimizdan esa ko'p tanlov bo'lishadi. Emin o'zlaringizga masalan kommentga yozib ketingizlar. Qaysi fason chiroyliroq? Mana bunday high-tech fasonlarimizmi? Ya bo'lsa mana bunday past qismi bo'lingan fasonlarimiz. Qaysi biri chiroyliroq yoqsa, o'zlaringizga ma'qulni berasiz. Masalan, bu klientimizga mana shunday high-tech fason juda ham yoqqan, ma'qul bo'lgan. Bu klientimizga past qismini bo'lingan holda tepa qismi oyna bo'lgan. Sizga qaysi biri ma'qul? Xohlasangiz mana bunday, xohlasangiz bunday. Ikkalasi ham juda ham mustahkam profillar bo'ladi. 5 tadan oshmoq qo'yilgan. Bularimizga masalan yo'di gul oynalardan qo'yib berilgan. Juda ham chiroyli. Azar masalan kunga qanday bo'lsa, o'shanaqa zakazga qarab beraveramiz. O'rtadagi masalan antrasit va ikki chekkasi bunaqa romlardan qo'yib berganmiz. Zakazlar sayqalar aloqa chiqib qo'yinglar. Kelishilgan hollarda chiroyli qilib yasab beramiz. Hozir seximizda ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir seximizda mana shunday deraza romlarimiz ichiga juda ham chiroyli bo'lgan shotlanka romlarni taxlab beryapmiz. Demak, mana sizlar mana qo'limda turgan ko'rishingiz mumkin shotlanka gullar hisoblanadi. Katta profil va katta gullardan juda ham chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Masalan, isbot oynani o'rtasiga razmerni taxlab qo'yib beramiz. Keyin esa mana qo'yilgan tayyorlarni ko'rsatib beramiz. Mana bu tomonda takliflari bilan isbot oynalari mana ko'rishingiz mumkin juda ham chiroyli chiqadi azizlar. Ayniqsa ko'rgan ko'zga masalan quyoshga ham juda ham tovlanib, yaltilib chiqadi. Yaqinroq ko'rsating. Mana bu tomonda gulsiz varianti va gulli variantlari. Xudo xolasa 1-2 kunda mana shu deraza romlarimizni ustonaqa jarayonida ko'rsatamiz. Kimga mana shunday gullar yoqadigan bo'lsa, bemalol aloqa qilavering. Kelishilgan hollarda chiroyli qilib yasab o'rnatib beraveramiz. Mana shunday gullar mana qo'limda turibdi. Oddiy nima deydi? Kechqurun svetga yaltirab turib, kuni bo'yi quyoshga ham chiroyli qilib uzoqdan ham ko'zga taylanib turadi. Bularni zakaz bilan qo'yib chiroyli beramiz. Va mana yangi zakazlarimiz uchun masalan alyuminiy o'q profillarimizdan yuklarimiz tushirib qo'yilgan. Eshik deraza romlarimiz uchun chiroyli qilib kelishtirib yasab beramiz. Oq svet azizlar hech qachon modadan qolmaydigan svet. Shunga deganda akfar boshlanishidan beri hozirgacha bir xil svetda ketadi. Shunga deganda uyimizda har xil fasadiga ham masalan qanday rang qilishingizdan qat'iy nazar oq svetimiz hamma svetga tushib ketadi. Agar zakaz qilmoqchi bo'lganlarimizga mana shunday oq svetlarni tavsiya qilamiz. Hammon tualet banyalarimizga mana bir tabaqali ishlardan tayyorlanyapti. Alevis alyuminiy profillardan juda ham sifatli profil. Bemalol eshik romlaringizga qo'ydirishingizni tavsiya qilib qolamiz. Zakazlar sayqalar nomerimiz kommentimizda yozib qoldirilgan. Ikkala nomerda ham imo, Telegram, WhatsApp bor. Aloqa qilishingiz akalar kelishilgan holda chiroyli qilib sifatli qilib yasab beraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik akalar. Obunachilarimizga azizlar bonuslari bo'ladi. Shu sababdan ham Akfalimin kanaliga bittadan like bosib, bittadan tasdiqga bosib qo'yinglar degan umiddamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik.